Amerika nima uchun Xitoy bilan bo'lg'usi urushga tayyorlik qilyotidi? Yaponiyaning janubida Magishima deb ataladigan kichik orol bor bo'lib, bu yerda odam yashamaydi. Halbuki 2023-yili 1-oydagi sin hujjatlari bu yerda qurilish ishchilarining ishlayotganligini ko'rsatdi. Bu ishchilarning vazifasi orolda bir qancha uchish yo'li va o'q-dori isklat yasash edi. Yaponiya hukumati yerlik balıqchilarga pul berib, ularga bu orolga yaqinlashmaslikni jiklab keldi. Chunki Yaponiya bu orolni harbiy bazaga aylantirmoqda. Amerikaning kurashchi aeroplanlari va aviamatikilari endi bu orolga joylashib, Xitoyga texmi yaqin joyda o'zining harbiy mavjudligini namoyon qila oladi. Magishima oroli Yaponiyaning janub va g'arbiy janubidagi harbiylashtirilgan orol zanjirining bir qismi bo'lib, mazkur orol zanjiri Tayvanni markaz qilgan. Bu liniya Amerika bilan Xitoy orasidagi kunsir kuchayotgan jiddiylikning eng ro'shan namoyandalaridan biri bo'lib, tuvanda bu orol zanjirining nima uchun barpo qilinayotganligini va bu to'qinishning kelgusi uchun nimadan derak beradiganligini tushuntirib o'tamiz. Bu yillik Amerika davlat mudofaa strategiyasi ilgirki yillarga qaraganda texmi tafsiliy bo'lib, mazmuni asosiy Xitoyga markazlashgan. Amerika davlat mudofaa ministerligi bu hujjatda Xitoyni kelgusi 10 yildagi eng muhim strategik raqobatchimiz dedi. Undaqda buning sababi zodi nima? Amerika davlat mudofaa ministerligiga ko'ra, buning sababi Xitoyning o'z qo'shinlarini bo'zaq qilib, mazkur rayonni va xalqaro sistemani mustabidlarning xohishiga mos kelgan holatda qaytadan shakllantirishga urinayotganligidir. Vaholanki Amerika armiyasini vahimaga selayotgani shuki, Xitoy o'z armiyasini shiddat bilan zamonaviylashtirmoqda va kengaytmoqda. Xitoyning harbiy kuchining kishini cho'chitadigan suratda zo'rayotganligi shaksiz. Masalan, Xitoyning dengiz armiyasiga har 4 yilda Angliya dengiz armiyasiga barobar kelgudak yangi kuch qo'shilyotdi. Shunga Amerikaning mazkur dokladida Xitoyning barg'ansir zo'rayotgan kuchiga va harbiy harakatlariga bo'lgan andish ifodalanganligi to'liq normal. Xitoy o'z qo'shinlariga tahdid solyotdi. Dengiz chegaralarini ko'zga ilmayotdi. Boshqarilgan bombalarni sinayotdi. Boshqa davlatlarning dengiz tavallikida baliqchilik kemalarini bo'zaq qilyotdi. Hatto bu yerlarda sun'iy orol barpo qilib, bu orollarda harbiy bazalarni quryotdi va boshqa davlatlarning bo'lib Tayvanning havo tavalligiga uzluksiz tajovuz qilyotdi. Bularning hammasi Xitoyni Amerika rahbarligidagi dunyo tartibiga haqiqiy jang e'lon qilish hamda dunyoda yangi tartib nizom o'rnatish g'arazi va iqtidoriga ega birdan-bir davlatga aylantirdi. Ana shu sababdan Amerika Xitoyni kelgusi necha 10 yildagi eng muhim strategik raqobatchi deb qaraydi. Shundaqla Amerika o'zining amdi kechikisi bo'lmaydiganligini his qilib, bu masalani hal qilish uchun plan tuzib bo'ldi. Amerikaning Osiyodagi harbiy kuchi aslida intayin zo'r. Amerikaning Guam orolida taxminan 8000 askari, Yaponiyada 100 bazasi, Yaponiya cho'nquruqligida taxminan 21000 askari, Okinawa orolida yana 24000 askar bor. Koreyada mo 22000 Amerika askari bor. Andın Amerika dengiz armiyasining Singapurdagi portni markaz qilgan holda harakat qilgan qo'shinlar bor. Bu Osiyoda necha 10 yildan buyon davomlashib kelgan holat bo'lib, Amerika o'zining bu rayondagi ittifoqdoshlarini mush orqali qo'g'dab keldi. Gerçi Amerika bu rayonda kuchli ittifoqdoshlikni saqlab kelgan bo'lsa-mu, ammo yaqinqi 20 yilda O'rta Sharqdagi ikki qitimliq urush Amerikaning diqqatini Iroq sharqdan burib o'tdi. Halbuki O'rta Sharqdagi bu to'qinishlar pasayganda Xitoy harbiy jihatda ravruz kuchayib olgan bo'lg'achqa, Amerika davlat mudofaa ministerligi Osiyodagi mavjud harbiy kuchning yetarli emasligini bildirdi-da, biz bu yerda to'xtalayotgan orol zanjiri strategiyasi o'ttirg'a chiqdi. Mazkur orol zanjiri strategiyasining az bir qismi Amerikaning bazalari bilan munosabatlik. Masalan, Amerika Guamda yangi baza ochib, bir qism askarlarni shu yerga o'tkazmoqchi. Ammo bu strategiya asosiy Amerikaning Osiyodagi ittifoqdoshlari bilan munosabatlik. Bu ittifoqdoshlarning birinchisi Yaponiya bo'lib, Yaponiya zo'r ko'lamli dengiz armiyasiga ega bo'lgan hamda Tayvanni tizginlashni qo'ydi yurgan Xitoydan qattiq tashvishlandi. Chunki Yaponiyaning orollari toki Tayvanning yenigacha so'zilgan bo'lg'achqa, Yaponiya Tayvan bilan qo'shni hisoblandi.
Yaponiyaning davlat mudofaa strategiyasiga nazar solsangiz, uning Amerikaning davlat mudofaa strategiyasiga to'liq o'xshaydiganligini bayqaysiz. Chunki bu ikkala davlat Xitoydan qattiq xavfsirgan bo'lib, Xitoyning bu rayonda paylini texim bek buzishning oldini olish uchun mos qadamda harakat qilishga tayyor. Mazkur orol zanjirida yuqorida tilga ilingan Magishima orolidagi yangi harbiy baza va havo yo'li Yaponiya va Amerika armiyasi tomonidan tanishtirildi. Bu orolning janubida Amami oroli bor. Yaponiya yaqinda bu yerga yiroq musofirlik va paraxtga qarshi boshqarilgan bombalarni o'rnashtirgan bo'lib, Amerikadan sotib olingan bu bombalarning Tayvan bo'g'oziga yetib bora oladiganligi shaksiz. Uningdan keyin Okinawa oroli bor bo'lib, bu yerda Amerikaning necha tuman askar borligi yuqoridan qayd qilindi. Bu yerda Yaponiyaning harbiy bazasi bor bo'lib, Yaponiya bu orolga texmi yiroq musofirlik boshqarilgan bomba, shundaqla xabarlash signali kashli tug'dirish va to'sish uchun loyihalangan elektronlik urush uskunalarini o'rnashtirmoqda. Uning janubidagi ikki orolda Yaponiya texmi ko'p yiroq musofirlik boshqarilgan bomba o'rnashtirmoqda. Bu balkim Xitoy dengiz armiyasining paraxotlariga va aeroplanlarga hujum qilishga ishlatilishi mumkin. Yaponiya yana Ishikage oroliga 600 ga yaqin askar o'rnashtirdi. Eng oxirida mazkur orol zanjiridagi eng oxirgi harbiylashtirilgan orol Yonaguni bor bo'lib, bu mazkur zanjirdagi Tayvanga eng yaqin oroldir. Yaponiya bu yerga texnik ko'p elektronlik urush qismlarini o'rnashtirayotgan bo'lib, bular xabarlash signalini to'sish yoki xabarlarni o'g'irlikcha anglashga ishlatildi. Yonaguni orlig'icha bo'lgan orliq mazkur orol zanjirimizning birinchi qismidir. Yaponiya osonlik tizginlaydigan va nazorat qila oladigan bu liniya har qanday Xitoy paraxoti yoki suv osti paraxoti Tinch okeanga kirish uchun cho'qim o'tishga majbur bo'lgan fizikalik to'siq rolini o'ynaydi. U o'z navbatida yana boshqarilgan bomba sepilidir. Xitoy Tayvanga tajovuz qilmaslik yoki rayonda har qanday harakat qo'llanish uchun cho'qim mazkur boshqarilgan bomba sepilni nazarga olishga majbur. Umumiy jihatdan olganda bu bir qator orollardagi harbiy mavjudlikning kuchayishi Yaponiyani va shu orqali Amerikani Xitoyning aloqa va harbiy harakatlarini nazorat qilish iqtidoriga va tez harakatga o'tish imkoniyatiga ega qildi. Bu yana Amerika bilan Yaponiyani butun rayonda oldin askar va ta'minotlarni o'rinlashtirish imkoniyatiga ega qilgan bo'lib, bu intayin muhim orqa saf afzalligidir. Andın orol zanjiri Filippingacha davomlashadigan bo'lib, Tayvan va Janubiy Xitoy dengiziga texim yaqinlashadi. Amerika o'zining Filippindagi mavjudligini kuchaytirish kerakligini biladi. Ammo Filippin ilgari necha 10 yil Amerikaning mustamlikasi bo'lg'achqa, Filippinliklar Amerikani uncha yoqtirib ketmaydi. Ammo jidalxo'r Xitoy butkul Janubiy Xitoy dengizini o'zining dengiz territoriyasi deb da'vo qilg'achqa, Xitoy bilan Filippin Janubiy Xitoy dengizida sijil to'qinishmoqda. Hozir Filippinning baliqchilik gemilari doim Xitoy urush paraxotlarining parakandachiligiga uchrab turadigan bo'lib, Xitoy qismlari bu baliqchilarga Filippinga tava dengiz rayonidan ayrilmasa, hujumga uchraydiganligi bilan tahdid soldi. 2022 yili Xitoy hatto Janubiy Xitoy dengizidagi barliq baliqchilik faoliyatlariga vaqtincha chek qo'yib, Filippinliklarning G'arbiy Filippin dengizida baliq tutishiga to'sqinlik qildi. Shunga hozir Filippinliklar o'zlarining egilik huquqi va baliq tutish huquqini tajovuzchi qo'shnisi Xitoyga o'tkazib berish yoki Xitoyni chekindirish ko'yida yurgan Amerika bilan hamkorlashishdan birini tanlashga majbur. Bu masalada Filippin Amerika bilan bir safda turishni tanladi. 2014 yili ular 22 yildan keyin tunji qitim Amerika askarlariga quchoqlashdi. 2022 yilning oxirida Filippin Amerika armiyasining yana 4 bazani ishlatishiga ruxsat qildi-da, Amerikaning Filippindagi bazasining soni 9 ga yetdi. Amerika armiyasi Filippin askarlarini sijil mashqlantirayotgan bo'lib, bu orqali ularni Xitoyning Filippinning baliqchilik kemalarini bo'zaq qilishga qarshi turish va Tayvanga qilingan tajovuzga tez inkos qaytarish iqtidoriga ega qilishni maqsad qilmoqda. Hozir bu orol zanjirining halqalari bora-bora zichlashib, Amerika va uning mazkur rayondagi sheriklarini Xitoyni Tinch okean tarafdan mustahkam qamal qilish imkoniyatiga ega qildi. Amerikaning Singapurdagi harbiy mavjudlik sohasida mazkur zanjir Janubiy Xitoy dengizining janubigacha davomlashadi. Bu intayin zich uyushgan birlik sap, ammo bu sap bu yerda tugamaydi. Strategiyaning oxirgi qismi, balkim eng muhim qismi Avstraliyaga munosabatlikdir.
Amerika, Angliya va Avstraliya o'rtasida AUKUS deb atalgan harbiy shartnoma imzolandi. Mazkur shartnomaga ko'ra, bu uch davlat Tinch okeanni chorlash uchun birlikka kelgan suv osti paraxod qismi qurdi. Bu Amerikaning o'zidagi eng kuchli va ilg'or qurol bo'lgan yadro suv osti paraxod texnikasini Avstraliyaga haqsiz berganligidan darak berdi. Ondan Amerika va Angliya o'zlarining suv osti paraxodlarini Avstraliyadagi Perth portiga o'rnashtirdi. Ular bu yerdan Tayvan va Janubiy Xitoy dengizigacha keng ko'lamda chorlash faoliyati olib bora oladi hamda bu xalqliq tugunlarni qamal qilib, Xitoyga qarshi mudofaa safidagi yo'chiqlarni etalaydi. Muhimi biz shuni jazmlashtira olamizki, bu suv osti paraxodlarining ko'pinchisiga yadro qurol saplangan bo'lib, bu aslida intayin kuchli bo'lgan mazkur mudofaa liniyasining tahdid kuchini texim zo'raytidi. Avstraliya yana o'z zaminining shimolidagi Tyndall havo armiya bazasida Amerikaning B-52 bombardimonchi aeroplanlari uchun mangulik aeroplan skladini yasayotidi. Amerikaning bu bombardimonchi aeroplanlariga ham an'anaviy ham yadro qurollari saplangan bo'lib, bu G'arbning tayyorlanib bo'lganligi haqida Xitoyga berilgan intayin kuchli signaldir. Shun hozir mazkur aral zanjirga bir butun gavda sifatida qarasangiz, buning qanchalik kuchli mavjudlik ekanligini bayqaysiz. Bu harbiy sohada birinchi aral zanjiri deb ataladigan bo'lib, Amerika va uning ittifoqdoshlarining Xitoyga qarshi turish va uni cheklash strategiyasining yadrosidir. Shuni ko'rib olishga bo'ladiki, bu harbiylashtirish urinishlarining jumladan boshqariladigan bomba va suv osti paraxod o'rinlashtirish, havo armiya bazasi qurish, qo'shin turg'izish qatorliqlardagi asosiy maqsadlardan biri Tayvanga munosabatli to'qinishga tayyorlik qilishdir. Halbuki bu yerda cho'chitishga aloqador zidlik mavjud. Ya'ni Amerika urush qilishga majbur bo'lmaslik uchun urushga tayyorlik qilyapti. Bu tayyorliklarning hammasi Xitoyning Tayvanga tajovuz qilishining bedeli bak yuqori deb qarashiga turtki bo'lishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu zidlikning yana bir yuzi shuki, bular aniqla to'qinishning oshkor ulg'aytilishida ko'rindi. Agar siz Xitoyning o'rnida bo'lsangiz, dushmanlaringizning bu bir qator orollar orqali sizni qo'rshab, har bir harakatingizni nazorat qilmoqchi ekanligini bilmay qolmaysiz. Shu vajdan bu planning Amerika-Xitoy o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytirmasligi mumkin emas. Xitoy raisi Shi Jinping buni qo'rshash va bostirish siyosati deb atadi. Rostini aytganda, uning so'zi to'g'ri. Darvaqa bu klassik so'g'uq urush uslubidagi cheklash taktikasidir. Xarita qarg'iningizda bu nuqtani bayqamasligingiz mumkin emas. Shundaqla Xitoy tashqi ishlar ministri Xitoyning buningga qarata qaytarib hujumga o'tmasligi va bu harakatdan o'ch olmasligi mumkin emasligini bildirdi. Bu shuningdan darak beradiki, agar Amerika va uning ittifoqdoshlari bu masalaga diqqat qilmasa, bu Xitoyga Amerika barliq planlarini to'liq ishga oshirib bo'lishdan ilgari Tayvanga hozirning o'zida tajovuz qilish oqilonlikdir degan signalni berishi va bu ma'nodan aytganda mazkur strategiya o'zi oldini olmoqchi bo'lgan to'qinishni keltirib chiqarishi mumkin.